Kameduz bolalari bilan bir rosa katta janjal qilganman. Yo'q. Ha, Melisa ovozli olib ket. Rostdan. Rosa seriozniy janjal bo'ldi. Nimadan keldi? Bitta hazilim orqasidan. Qanaqa hazil edi? Bu payt Kameduz bor edi. Ha, bilaman. Kam 7 uz deganman. Ashtaqa hazilim bor edi. Tushunmovchilik bo'lgan. Orqaga qo'lim yugani 3-ertagichisi. Kameduzda ko'p ijodkorlar. Endi hozir ular bilan hammasi bilan o'rtoqmiz. Masalan, Abror Baxtiyorich, bir shakar. Yo'q, xo'p, jarayon. Qo'l yuvishga bordingiz. Ha, bitta bola akasi bilan rasmga tushib olsak bo'ladimi? Birinchi taklifda o'chilyapti. Hayotingizda Kachok bola yana. Mana aytsam, ha bo'ldi, aqoteli dedi. Hop, bitta o'tsam, qd bo'lardi esingizda? Ha. Qo'noqlar davrasida. Ha, yoshlar bo'lgan. Bir 50 ta bola turibdi-da. Kimdir qo'lda taxta, kimdir orqa tomonida. Tushunmasga bolalar, "Ha, tinchlikmi? Nima deyapsan? Ha, bu hazil-u, sizlar ham hazil qilasizlar." Endi hazilda haqiqatda ham. U komediya degan komediya yedi deb bo'lmaydi-yu. Keyin bilsam, o'shanda Kameduz bilan qivizni Kameduzga qaysidir bolani bilan qivizichilar teskari bo'lib qolgan payt ekan. Qivizi konflikt bo'lgan payt ekan, men bir sababchi bo'lib qolgan ekanman. Ular o'zi asli kichkina bahona bo'lib qolgan xolos, lekin katta urush bo'lgan. Urushib, sizlar urushib tashlashmi? Bo'lgan, sola-sol bo'lgan. Bitta bolalar yugurib kelgan, Ahmad Bravodagi hozirgi otash, sola-sol, nima svetini o'chirish bo'lgan. Bitta svet yonsa, qiz altiga yo'q, o'zi to'xtatishgan. 3-shart to'xtatishgan. Sudyalar olarga uni ushlagan, mana tiqqan, orada mo'min bor hozir, Jim Carrey. Uni olib ketsan nima qilyapsan? Men deydi, bitta rolimga olib kelishdi deydi. Melisa Shapkani deydi. O'sha bitta roli bor ekan, ko'rmaganman. U chiqmagan ham internetga. O'sha endi buni ana Kameduz bolalarni hammasi bilan hozir zo'r biz. Даже Nozim Safariy deysizmi, Davron hammasini o'rtog'imiz. Ko'rsatuvlagan. Olim aka. Endi o'sha paytda endi yosh bo'lganmiz. Buni necha yil avval bo'ladi shunda?